Assalomu alaykum, assalom. Ey qora ko'zlarim, Assalomu alaykum, assalom. ey qora ko'zlarim, Yuragimni tebratgan doim, ey buyuk o'zbegim, yuragimni tebratgan doim. ey buyuk o'zbegim.
Aferin, tasanno. Dunyodagi eng baxtli insonlar qatoridaman, chunki mana shunday jajji bolajonlarga qo'shilib men ham bola bo'la oldim. Assalomu alaykum azizlarimiz. Assalomu alaykum samimiy, sadoqatli muxlisjonlarimiz. Oila vaqti dasturi mana shunaqa sho'x-shodon, bolalarcha kayfiyat bilan boshlab oldik. Chunki bugun 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Biz bunaqa tantanalarsiz boshlamasak bo'lmas. Qani asallarimiz yig'ilamiz yonimga. Tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin. Hammamiz chiroyli turamiz qani. Bu yerga. Tovusjon. Assalom qo'g'irchoq. Qalaysizlar? Yaxshi keldinglarmi? Bayram muborak bo'lsin. Assalom. Ismingiz nima? Muslimaxon, raqslari sizga yoqdimi? Hammamizga yoqdimi? Hammamizga yoqdi azizlar. Hamma mana olqishlardan ham bilib turibsiz. Bugun bayramimiz judayam bir o'zgacha boshlandi. Biz bolajon xalqmiz. Bizni bolalarimiz uchun har kuni bayram, lekin bugun asosiy bayramlardan biri. Bugun yurtimizda har bir go'shalarda katta tantana. Endi Istiqlol raqs ansamblisiz bolajonlarsiz bizni studiyamiz o'tmasdi. Bizni bugungi dasturimiz o'tmasdi. Shunday ekan, shu bolajonlar bilan bugungi dasturimizni zo'r kayfiyatda boshladik. To'g'risi ichimdagi chehroni kichkina qizaloq shunaqa yayradi. Siz bilan qo'shilib raqsga tushdim, maza qildim. To'g'risini ayting, hayajon bo'ldimi? Yo'q. Bo'lmadimi? Bolajonlar shunisi bilan qiziqdi. Ularda hayajon yo'q. Sizdachi? Sizchi lekin shunaqa zo'rin bola o'xshar ekansiz. Ismingiz nima? Nubuvat. Omad tilayman sizga. Sizchi Go'zalim? Charchamadingizmi? Hayajon bo'lmadimi? Yo'q. Endi sizlarni ustozlaringizni chaqirmasam bo'lmaydi. Xoreograf, eng zo'r raqqosa, ustoz va albatta tabassumi bilan butun dunyoni zabt etishi mumkin. Mashhura Pirjonova, marhamat. Mashhura Talibovna, assalomu alaykum. Alaykum Shukurdek. Endi Mashhura bizni qadrdonimiz. Qadrdonsiz bizga. Qadrdonsiz. Endi bu studiya sizga begona emas. Aslida biz ham begona emasmiz bir-birimizga. Bugungi bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Mashhura har doim bolajonsiz, chunki bolalar bilan ishlaysiz. Ichingizda har doim shu kichkina qizaloq, kichkina Mashhura har doim raqsga tushadi. Hozir ham ko'rdim, maza qilib raqsga tushdingiz. Sizga nima beradi bu? Nima zavq beradi? Menga mana shu bolajonlarim zavq beradi-da. Mana shu ko'rsatuv zavq beradi. Negaki, mana shu hozirgina raqsga tushgan milliy popurimiz mana shu ko'rsatuvni deb yaraldi. Chunki bizni mana shu kichik raqslarimiz bor edi. Alohida. Va bu alohida raqslar. O'shalarni jamlab turib, mana shunday bir chiroyli bayram uchun zo'r tuhfa bo'ldi deb o'ylayman. Yoqdimi sizlarga qizlar? Ota-onalarimiz ham xursand turishibdi. Mana o'shanga boshqatdan qanaqadir zavq oldim deb voy buncha chiroyli raqslar ekan deb o'zim sostaranday nima deydi? Chetdan qarab o'zimga xursand bo'ldim. To'g'risini aytsam, meni ham o'sha kichkina bolalikka qaytara oldingiz. Mana shu bolajonlar bilan, mana shu raqs bilan. Xuddi bilasizmi, hammamiz, menimcha hech kim yo'q demasin, hamma bolaligida o'sha oyisining xonasida oynaga qarab hamma raqsga tushgan. Hamma mazza qilib konsert bergan. Xuddi mana shu bolajonlar kabi. Bugun keling bayram munosabati bilan barcha dunyodagi bolajonlarni tabriklaymiz. Marhamat. Bizning aziz bolajonlarimiz, bizning kelajagimiz. Butun dunyo bolalarini chin yurakdan mana shu bayram bilan tabriklayman. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Menimcha bizning yurtdagi bolalardan baxtli bolalar yo'q deb o'ylayman. Chunki osmonimiz musaffo, Allohga ming shukr. Albatta. Tinchligimiz bor. O'shaning uchun barcha davlatdagi bolajonlarga, barcha jahon bolalariga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Baxtli bo'lishsin ilohim. Albatta. Mana shunaqa Mashhura Pirjonovadan tabriklarni qabul qilib oldingiz. Ana endi bolajonlarga bir savolim bor. Bolajonlar, Bek va Lola multserialni ko'rgansiz-a? U yerda har xil musiqalar bo'ladi, Bek va Lola qo'shiqlar kuylandi. Sizga yoqadimi multserial? Ha. Hozir bir taklif qilmoqchiman sizga. Aynan o'sha Bek va Lola multserialni bir ajoyib musiqasini qo'yib eshittiramiz. Bolalar o'zlari improvizatsion ravishda raqs qo'yib berishadi. Rozimisiz? Ha. Bek va Loladan sovg'a bor. Albatta.
ustozlari yordamida, Albatta, to'g'rimi? ustozlar yordamida. Tiringlar. Hozir rejissyorimizdan iltimos qilamiz. Aynan o'sha Bek va Lolani musiqasi qo'yiladi. Men esa chetga xalal bermayman. Qani chiroyli turib olamiz. Mana. Bu Mazza qilib yana raqsga tushamiz. Ajoyib. Men ham qo'shilib olardim, lekin yo'ldamasdim. Marhamat. Turing, Chehrona sizni ham ko'ryapmiz. Juda ham ko'p raqslarga tushmoqdasiz. Qani turib oling. Endi bularni orasida opa. Mana o'rtaga turing. Ha, ana. Ketdik bolajonlar, tayyormizmi? Tayyormiz. Salam. Hello. Ni hao. Bonjour. Namaste. Konnichiwa. Merhaba. Hola. Ha. Hoy bolalar, bolalar, keling o'rtaq bo'laylik. Hoy bolalar, bolalar, axir inoq bo'laylik. Bugun bizlarning bayram, yaxshi tilak tilaylik. Bugun bizlarning bayram, birga o'ynab kulaylik. Bola, bolalar, bog'lardagi lolalar. Bola, 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 bolalar, qalbi nurga to'lalar. Bugun bizlarning bayram, o'ynasin har bir bola. Bugun bizlarning bayram, tabriklar Bek va Lola. Voy, mana asal qizlarim. Menga nech qo'yasiz? Harakat qildim va bolajonlar ham harakat qilishdi. Ana endi Bek va Lola ijodkorlari nomidan sovg'alarni qabul qilib olamiz. Ura! Qarang, qanaqa chiroyli bo'yoq daftari. Aynan Bek va Lolada. Bu sizga go'zalim. Bu sizga asal toyim, erkatoyim. Bu sizga. Ana haqiqiy bayram bo'ldi-da bolajonlarimizga. Katta rahmat. Tabriklaymiz. Shunaqa Rahmat. xursand bo'ldim sizni ko'rib, Mashhurat Alibovna. Rahmat. Har doim studiyamizga kelib turing. Bolajonlarimizni esa har kuni bayram bo'lsin. Sizga yoqdimi? Endi yana kutib qolamiz. Kelasiz, xo'pmi, studiyamizga? Hali yana Rahmat bitta sizga. raqsimiz Chunki bor. biz xayrlashmaymiz, albatta. Albatta xayrlashmaymiz. Yana keyingi navbatdagi raqsga tayyorgarlik ko'rguncha bemalol dam olib turishingiz mumkin. Rahmat. Marhamat. Ketdik Qizalola. Biz esa azizlar mamnuniyat bilan shuncha bayramdan keyin mehmonlarimiz bor, ularni chaqirmasak bo'lmaydi. Aynan hozir mana shu multserial Bek va Lola multserialini bizga yaxshigina tayyorlab ko'rsatganman va ko'plab muxlislarimizni qalbidan joy olgan, ayniqsa bolalarimizni nima, onalarni qalbidan joy egallagan bu multfilm ijodkorlarini chaqiramiz. Demak, loyihaning kreativ prodyuseri Laziz G'aniyev hamda ushbu loyihaning ijrochi prodyuseri Habibullo Lutfullayevni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana ular dedik. Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz. Marhamat. Hoy bolalar, Marhamat, o'rtaq bo'laylik. Xushvaqt bo'ling. Marhamat, bayram tabrigi. Ichingizda nima o'tayotgan bo'lsa, kameralar sizga muntazir. Bizlar endi ko'pchilik tanimaydi. Biz sahna orti ijodkorlarimiz, biz endi chizadigan, yasaydigan qahramonlarimizni ko'pchilik ko'radi. Har doim shu bolalar bilan shu birga bo'lib, ularga foydamiz tegsin, ularga shu ilm ulashadigan, yaxshilik ulashadigan bir nimadir qilgimiz kelib turib, shu multfilm oxir oqibat qilganmiz va shu munosabatdan foydalanib shu multfilmimizni muxlislarini tabriklaymiz. Bayraminglar bilan bolajonlar. Biz o'zimiz Bekka o'xshamasak ham biz o'shani yasaydigan odamlarimizda. O, Bekni tarbiyachilari. Marhamat. Siz ham so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, tomoshabinlar, teletomoshabinlar, ota-onalar, bolajonlar. Hammalarni bugungi bayraminglar bilan bolajonlarni chin qalbimdan tabriklayman. Har doim xursand bo'lib, kulib, bizani ota-onalarni baxtiga sog' salomat bo'lib yurishinglarni tilab qolaman. Rahmat. Avvalambor tabriklayman. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Bugun qaysidir ma'noda Bek va Lolaning ham bayrami. Aynan Bek va Lola multfilmi yurtboshimizning tashabbuslari bilan oldinga surilgan ishlardan biri va bugungi kunda yutuqlaringizdan biri 370 million marta ko'rilganlar soni ko'rishlar soni bor bugungi kunda. Buni har kim ham amalga oshira olmaydi. Hammaga ham emas deydi-yu. Xo'p. Qanaqa hayajon, qanaqa endi mehnatni ortidagi mashaqqatlar. 370 million, lekin mana bu ko'rsatuv agar ertaga bo'lganida nima derdik? 372 million degan bo'lardik. Sababi har kuni 1,5 million marotabadan ortiqroq ko'rishlar soni oshib bormoqda.
Bu narsa bizani juda ham xursand qiladi. Bu narsaga endi studiyamizni bir orzularidan biri bo'lgan, lekin shu orzularga erishishimiz sal qiyin bo'lib yurganda shu prezidentimizni o'zlari qo'llab-quvvatlab, shu multfilmni qilinglar, bolalarga manfaatli narsalar bo'lsin deganlaridan keyin mana hozirgi kunda har 2 haftada bitta multfilm chiqarishga muvaffaq bo'lyapmiz, yangi qismlarini chiqarishga muvaffaq bo'lyapmiz. Endi bu sohaga yaqin tanish odamlar biladiki, bu naqa har 2 haftada bitta multfilm chiqarishni mashaqqatlari qanaqa qiyinligi. Lekin shu mana yurtboshimiz qo'llab-quvvatlovlari bilan Yoshlar ishlar agentligi bilan hamkorlikda shunga erishdik. Har 2 haftada shanba kunlari multfilm chiqarib kelyapmiz va tomoshabinlarga ham yoqyapti deb o'ylaymiz. Sababi shu har kuni 1,5 milliondan oshiq marotaba ko'rishlar soniga erishyapmiz. Ular orasida biz ham bor va kutayotganlar orasida ham bormiz. Oson emas, to'g'rimi? Baribir animatorlar jamoa bilan ishlash va jamoani tanlash ham oson emas-da. To'g'ri, marhamat, sizam gapiring. Jamoa bilan ishlashda albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin oson taraflari ham bor. Hamma ijodkorlar yig'ilib birgalikda, jamoamiz bilan birgalikda shu mana multfilm chiqarish jarayonida o'zimiz ham bolaga aylanamiz. Albatta. Tasavvur qilyapman. O'zimizga yoqyaptimi, yoqmayaptimi, tekshiramiz, bolalarimizga olib borib ko'rsatamiz. Bu jarayon albatta qiyin bo'lishidan bir taraf bo'lsa, bu jarayon qiziqligi bilan ham qiziqarli ketadi jarayonimiz. Shu jihatlari o'zimizga ham yoqadi, maza qilib ishlaymiz. Va eng zo'ri buni musical bo'lgan. Agar musiqasiz bu zerikarli bo'lib qolarmidi sizningcha masalan? Aynan shu musiqiy yo'nalish tanlaganimizda ham bitta katta sababi bor. O'zimiz shu bolalarimiz ko'rayotgan multfilmlarni, chet el multfilmlarini ko'rganimizda o'chirib unini devorardik-da. Lekin endi o'zimiz shu multfilm yasashga kirishganimizdan keyin nimaga biza ham yana odatiy multfilm qilishimiz kerak. Kelinglar, biza qiladigan multfilmimiz nafaqat bolajonlarga, balki ularning ota-onalari, buvalariga ham yoqadigan bo'lsin deb turib, shu eski mumtoz qo'shiqlarimizdan foydalanib, ularni bolalarning qulog'iga degana eshitilmaydigan qilib turib, boshqatdan aranjirovka qilib turib, yetkazishga harakat qilyapmiz. Rostdan ham kreativ. Retro qo'shiqlar ham. Retro. Eski qo'shiqlarimizdan foydalangan holda va bolajonlarga buni yana eslatma qilyapsiz va Bek va Lolani tarbiyasi juda ham zo'rda. Odobi juda ham zo'r, menga yoqadi. To'g'risini ayting, odobi, mana shu ularni mana shu yo'l tutayotgani, udumlarimizdan foydalanib kimdan ko'proq so'raysiz? Kattalar bormi? Albatta. Fox gruppi jamoada faqat men nima deydi, kreativ prodyuserman, men aytgan narsam bo'ladi degan narsa umuman yo'q. Birinchi bo'lib jamoani o'zidan, ularning ota-onalaridan, bolalardan, bolalarimizni o'rtoqlaridan fokus gruppalarimiz bor. Fokus gruppalarimizni yig'ib turib, ulardan so'raymiz. Ota-onalar farzandlari qanaqa bo'lishini xohlagan bo'lar edi. O'shalarni tatbiq qilishga harakat qilamiz. Yana yaqinda bo'lgan hodisa, agar yo'q demasangiz aytib beraman. Biz mobil ilovasini ham chiqarganmiz. Bek va Lolani u yerda qo'l yuvish va yuvinish xonasi ham bor. Yuvinish xonasida chet el o'yinlarida ko'rganimizda endi bolalar qiziqar ekan. Qahramonlarni yuvintirishga, tarantirishga. Yuvadi. U yerda biz shunaqa qildikki, chet el multfilmlarida bitta vannaga 5-6 qahramonlarni sovorsa bo'ladi. Biz bo'lsa yoki Lola kiradi yoki Bek kiradi bo'ldi. Boshqa baravar kirib bo'lmaydigan qilib qo'yganmizda va bu narsani hech kimga aytib ham o'tirmaganmiz. Lekin bizga bir xabar keldiki, bir ota-onadan rahmat keldiki, sizlarga ham rahmat, ko'rayotgan bo'lsanglar. Farzandlarim, o'g'lim va qizim bor. Hali ularga o'rgatmagan bo'lsam ham, qizim birinchi yuvinish xonasiga kirib ketdi-da, o'g'lim men ham kiraman deganda, "Yo'q, Bek bilan Lola baravar kirmaydi, sen kirmasliging kerak" deb aytdi. Shunga sizlarga rahmat demoqchiman deb yozib yubordilar. Buni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Demak, farzandlar ko'rib o'rganishayotgan ekan. Mashaqqatli mehnatdan keyin siz katta bir finansiy tarafdan bir katta moliyaviy daromad emas, mana shu gaplarni eshitish men o'ylayman hamma narsadan ustun. Ayniqsa ota-onalar. Maqsadimiz ham shu, ya'ni bir qanaqadir moliyaviy pul ishlab olish yoki bir pul ishlash bo'lganda boshqacha yo'l tutardik deng. Albatta. Albatta bu tomoni yo'q emas, lekin asosiy maqsadimiz bolalarimizga sifatli, yaxshi kontent beraylik. Albatta bunda
o'sha tarbiyaviy ahamiyatlari ham bo'lsin degan bir yaxshi maqsad bilan boshlaganmiz. Shu natijasini ko'ryapmiz. Amalga oshiryapsiz. Amalga oshiryapsizlar. Aynan yurtboshimizni milliy kontentga bo'lgan e'tiborlaridan keyin, tashabbuslaridan keyin bolalar kontentini rivojlanishi ham o'z-o'zidan yuqorilashib ketdi. Aynan bolajonlarni, o'sib kelayotgan o'sha yosh avlodni to'g'ri yo'naltira bilish bugungi kundagi hammamizni vazifamizda. To'g'ri, kimdir oqsoqlanishi mumkin, kimdir eplolmasligi mumkin. Biz yosh onalar birozgina dangasalik qilishimiz mumkin, qo'llariga gadjet berib qo'yib. Lekin Bek va Lolani bersak, ishoning, bizni tarbiyamiz bir yon, Bek va Lolaniki bir yon bo'ladi. Yaxshi ham chiqaribsiz deyman. O'zi ko'rsam rahmat aytmoqchi edim. Hozir mana bolajonlarni qarang. Ularni nimaga tinch o'tirishibdi deb o'ylayapsiz? Katta ekranlarda bizni hozir Bek va Lolani maza qilib tomosha qilib o'tirishibdi. Bu uchun faqat sizlarga tashakkur va rahmat. O'zi oldin biz siz bilan uchrashganimizda ham aytgan edim. O'sha Dono Momo multfilm uchun ham alohida rahmat degandim. Yosh, hali tili chiqmagan o'g'lim ranglarni aynan mana shu multfilm orqali o'rgangan edi. Bugungi kunda esa katta o'g'lim endi 9 yosh bo'ladigan bo'lsa, xohlaydimi yo'qmi Bek va Lolani qo'yib beramiz uyda. Tarbiyani o'rganadi, kattalarga bo'lgan hurmatni o'rganadi va shu bilan birga bilasizmi, o'sha o'zbek urf-odatidan chetlatilmaganligi menga yoqdi-da. Baribir mana shu yo'nalishda ekanligimiz. Chunki boshqa multfilmlar, masalan, rus multfilmlarini o'zingiz bilasiz, ayiqcha, qizaloq, ularni qo'yib berish majbur bo'lardikda ba'zida. Bugun esa uni o'rnini 10 baravarga to'ldiradigan multfilmlar bor. Rahmat. Kamtarona mehnatimizni shunchalik qadrlab, rahmat aytayotganingizga juda ham katta rahmat. Bu bizga haliga aytganingizdek hamma narsadan ko'ra eng katta motivatsiya bo'ladi. Bolalar ko'rib, maqsadimiz qanaqa, shu har qanaqa narsani chetga surish mumkin, lekin bola tarbiyasini chetga surib bo'lmaydi. Har qanaqa uyni noto'g'ri qurib qo'yib, keyin uni buzib boshqatdan qurish mumkin, lekin tarbiyalab qo'yilgan bolani unaqa qilib bo'lmaydi. Har qanaqa mashinangizni kerak bo'lsa tashlab yuborib boshqa mashina olishingiz mumkin, lekin farzand tarbiyasi bu juda ham muhim narsa. Uni hech qachon kechga surib bo'lmaydi. Hozir tarbiyalashimiz kerak farzandlarimizni. Sababi mana O'zbekiston rivojlanyapti. O'rta Osiyo birlashyapti. Hamma O'zbekistonga qarab turgan holatda endi qaraymizki, qanaqa sivilizatsiyalar bo'lganda tarixda, lekin ular hozir kunga kelib turib, deylik, piramidalarni olib qaraydigan bo'lsa, qanaqa sivilizatsiya, lekin u tashlandiq holatga kelgan. Nimaga? Ularni avlodlari, davomchilari bo'lmagan. Bizani shunaqa rivojlanayotgan O'zbekistonimizda davomchilari bo'lishi kerak. U davomchilari bizani shu o'zbekona, shu aytganingizdek, o'zimizning qadriyatlarimizga to'yintirilgan kontentlar ko'rishlari kerak va u narsani majburan ko'rmasliklari kerak, xohlab ko'rishlari kerak va u yerdan nimadirlar o'rganishlari kerak. Mana shu bizning maqsadimiz. Albatta, va maqsadlaringizga yetadigan yo'ldasiz, yetyapsiz ham qaysidir ma'noda. Endi baribir bilasizmi, bizni multfilmlar men har doim kuzatardim. Bundan 10-15 yil oldin ham bizni multfilmlar nimagadir orqada edi-da. Aynan biz chet ellik kreativ ijodkorlarning multfilmlarini ko'rardik. Ularda so'nggi texnologiyalar yoki animatorlar boshqacha bo'lardi. Aynan o'zbek multfilmida kulishardi. Bugun hozir Bek va Lolani ko'rib shuni guvohi bo'lyapmanki, endi biz ularni ustida kulishimiz mumkin. Chunki bizda eng so'nggi texnologiyalar asosida yaratilgan. Bugungi kunda bolajonlarni o'sha qiziqtirish biroz qiyin vaziyatda. Hozir mana kichkina bolalarda hamma narsa bor, hamma tushunchasi bor-da. Masalan, kichkina bolajonlar IT-ni ham biladi, tushunadi va mana shuni ko'rib turib ham hozir ko'ryapmanki, demak bu jamoada o'sha yaxshigina savodi kuchli bolalar bor. Animatorlar topish qiyin bo'lmadimi? Baribir yoki ularni o'qitib oldingizmi? Topish oson bo'lmaydi. Hamma soha kabi bu sohada ham kadrli yetishmovchilari bo'ladi, lekin yillar davomida rivojlanib kelgan jamoamizning eng nima deydi, iste'dodli, iqtidorli kadrlarimizni doim ushlab turishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha, lekin bizni jamoaga chet el studiyalari ham havas bilan qaraydi. Shunaqa, biz ham havas bilan qaraymiz. Rahmat tashrifingiz uchun. Xursand bo'ldik. Sovg'alar uchun alohida rahmat. Hozir bolajonlarga sovg'a ulashdik. Shu ulashdinglar to'g'rirog'i. Bu xudo xolisa bugun bayram, 1-iyun bolalar kuni. Bugun deyarli hamma parklarda, o'sha istirohat bog'larida buni o'sha volontyorlarimiz bugun tarqatishyapti. Ofarin. Parkda yurganlar tekinga xudo xolisa mana shu bo'yoqlarimizni ichini mana bo'yasa bo'ladi. Ko'rsatsak bo'ladi. Eng zo'r sovg'a. Ha, bolalarga bir ham qiziqarli va zo'r qiziqarli bo'lsa, ham ozgina nima deydi, o'sha bo'yab o'rganishsin, ko'rishsin. Rahmat, o'g'illarim xursand bo'ladigan bo'ldi. Sizlarga rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Bugun bayram. Xonadoningizda har bir bolajonlar maza qilib, o'ynab, kulib yurishsin. Siz ham mehnatlaringizdan albatta rohat ko'ring.
Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat Ijodiy sizlarga parvozlar ham. tilaymiz. uchun rahmat. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Azizlar, siz oila vaqti dasturini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilyapsiz. Bugun bayramona dastur davom etyapti. Bugun 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Men esa oshxonadaman. Oshxonada bizning mehmonlarimiz Layloxon Mamadaliyeva va ularning farzandlari Kamronbek Jumayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Layloxon. Kamronbek. Assalomu alaykum. Voy, Kamronbek. Kamronbek. Pichoq olamiz. Bering. Kamronbek pichoqda nima qilamiz? Ovqat qilamiz, otamizmi? Yo'q, otmaymiz. Kesamiz. Kamronbek, bugun bolajonlar qanchalik sho'xlik qilsa ham mayli, rozimiz. Bugun ularga ko'proq ruxsat beramiz. Boshqa kun esa yo'q. To'g'rimi Layloxon? Layloxon to'g'ri. talabasiz. Talabaman. 2 nafar farzandning onasisiz Shundayam. va shu bilan birga shirinliklar ustasi ekansiz. Eshitishimizga Shunday. qaraganda, qanchalik to'g'ri? Bu kanalda ochganimga 2 yil bo'lyapti. 1,5 yildan endi oshdi. 4-kursman, talabaman. Bu o'zimning hobbim, pishirishni yaxshi ko'raman, yoqadi shirinlik pishirish. Shu qatori 2 farzand onasi, talaba, o'qish, ham oila, ham To'xtang, ro'zg'or, sanaymiz. hamma. Talaba, ona, Ona. kelin poshsha Kelin poshsha. va shu bilan birga shirinlik pishiruvchi endi qiziqadigan hobbingiz. Har biriga ulgurish. Qanaqa ulgurasiz, Laylo? Kamroq uxlayman. Rostdan. Bir kunda necha soat uxlashingiz mumkin? Где-то eng ko'pi 6 soat uxlayman, eng ko'pi. Qoyil. Va hammasiga ulgurishga harakat qilasiz bolalarga. Ha, shunday. Kamronbekka sovg'amiz bor edi. Aynan Bek va Lola multserialdan bizga ajoyib sovg'a tashlab ketishdi. Mana Kamronbek, bo'sh vaqtingizda bularni qarang qanaqa ochib, chiroyli qilib bo'yaysiz. Bo'yashni yaxshi ko'rasizmi? Mana chiroyli rasmlarini yopishtirib, buni bo'yab chiqamiz. Laylo, biz oshxonaga kirsak, uy bekalari xohlaymizmi yo'qmi, bunga yumush deb qaraymiz-da. Voy, hozir ovqat qilishim kerak. Yana so'rab qo'yamiz, "Oyjon, bugun nima ovqat yeysiz?" Shunday ham. yoki turmush o'rtog'imizdan so'raymiz, qanaqa ovqat yeyishni xohlayaptilar. Va xohlaymizmi yo'qmi, birozgina erinibgina ham qilamiz. Endi buni hobbiga aylantirish keladigan bo'lsak, endi buni bilmadim, Laylo. Qancha vaqtda bunga erishdingiz? O'zi 9 yoshimdan beri ovqat qilaman, kichkinaligimdan. Shuning uchun ovqat qilish bu sevimli ishim. O'zi oshpaz bo'lishni istagandim, lekin unaqa o'qish bo'lmagani uchun tilga topshirdim, tillarga, rus tiliga, russovjetman. Shuning uchun men hech kim tegmasdan oshxonada mast ovqat qilsam bo'ldi. Demak, oshxonada Oshxonani yaxshi maza ko'raman. qilasiz. O'zim videolar olaman, o'zim pishiraman, o'zim montaj qilaman, hammasi o'zim qilaman. Hozir Kamronbekka qaradim, birozgina qarashgandek bo'ldilar-da sizga. Kamronbek katta farzandingiz, Ha, shunaqa. Bugun endi bayram bo'lganligi uchun qarashyaptilarmi yoki har doim Yo'q, qarashib o'zi turadimi? videoda montaj qilayotganimizda ham birgalikda pishiramiz. Bo'ladi, yosh bolalarga to'g'ri kelgan ovqatlar. Aya, men ham yordam bersam bo'ladimi, birgalikda qilaylik dedi. Men aytaman, mayli, xo'p, keyin deyman. Kichkina o'g'lim ham orada kelib qoladi. Kichkina o'g'lingiz necha yosh? 3 yoshga endi to'ladi. Bolajonlarning eng sevimli, sizning bolajonlaringiz eng sevimli shirinligi qaysi? Ponchikni yaxshi ko'radi. Tartaletka ham yoqadi. Bugungi tartaletka qilyapmiz. Hozir qarab turibman, bizni pechimizda siz allaqachon shirinliklarni qo'ygansiz. Shunday ham. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi, Laylo? Xudo xolasa 15-20 minutlarda tayyor qiladi. 15-20 minutlarda. Siz ularni bezak berish uchun qulupnaylarni qulupnaylar chiroyli oldinroqda qilib yasatyapsiz. Endi so'rab olmoqchiman, endi hammani taomnomasida bor retseptlar har xil bo'ladi. Sizniki nimasi bilan ajralib turadi? Men doimiy boshqacha biror narsa pishirishga harakat qilaman. Biror narsani o'ylasam ekan, bir noodatiy nimadir o'ylab topsam ekan, shuni bir yaratib ko'rsam ekan, iloji bo'lsa 3-4 marta o'xshamasa ham, bir xil payt o'xshamasa ham qayta-qayta qilib ko'raman. Yangi ta'm kiritishga harakat qilaman, yangi shakl, bironta yangiroq narsa, bir xil narsani qaytarmasga harakat qilaman. Endi tartaletga hammada ham o'xshayvermaydi. Menda to'g'risini aytsam, tan olaman, ha, endi nima deysiz? O'xshamaydi. O'xshatib olmayman. Sizniki nimasi bilan farq qiladi? Balki sizniki boshqacharoqdir. To'liq retseptini aytsangiz, men o'rganmagan bo'lardim. Nafaqat men, menga o'xshagan dugonalarim. Masalan, tartaletka qilayotganda kremimga alohida tayyorlab olaman, mana bunaqa qilib. Ichiga sut, un, anaqa kraxmal, shakar, tuzlarni solib. Chunki agar qaymoqda qilsam, ko'pchilik qaymoqlarda har xil suronga o'tmasa bo'ladi. Shuning uchun irib qolishi mumkin-da, yonib qolishi mumkin. O'shaning uchun buni oldinroqdan tayyorlab, tvorожный sirga qilib olaman, чтобы irib qolmasin. Tushundim. Hozir buni pishishiga qancha daqiqa bor? 15 minutlar qoldi. Bo'ldi. Siz 15 minutdan keyin sizdan yana xabar olamiz. Maza qilib, Kamronbek, bolajonlar ko'p shirinlik hammaga yetadimi? Yetadi, shirinligimiz hammaga.
Demak, siz bemalol pishirishingiz mumkin. Bizda yana studiyamizda mehmonlar bor, lekin undan oldin reklama bor. Reklamani tomosha qilamiz. Undan so'ng esa ajoyib suhbat sizni kutib turibdi. Bugun quvonchli kunda sizlar bilan to'g'ridan to'g'ri jonli efirda ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Bugun hammani xonadonida bayram. To'g'ri, har kuni bolalar xarxasha qilishi mumkin, lekin bugungisini ko'taramiz. Bugun studiyamizda mana shunday bolajonlar bor, mehmonlarimiz bor. Bugun hamma bola, xavotir olmang. Mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. O'zbekiston bolalar tashkiloti boshqaruv kengashi bosh mutaxassisi Guloyim Erjanbayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston bolalar tashkiloti bolalar harakati Respublika Ibrat farzandlari sardori Sarvinoz Tolibjonova, Sarvinozxon. O'zbekiston bolalar tashkiloti boshqaruv kengashi raisi sardorlari bo'yicha maslahatchisi Ja'far Bobojonov. Xush ko'rdik. Va Respublika yosh kitobxon 2026 tanlovi g'olibi Jasurbek Abdug'afforov. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Har birimizni ichimizda kichkina bolachalar bor, to'g'rimi? Kichkina Jasur, kichkina Guloyim. Va bugun quvonchli kun, menimcha o'ylayman, hammamizni energiyamizni his qilib turibdi va suhbatni kechirasiz. Birinchi Jasurdan boshlamoqchiman. Jasur, bayram muborak bo'lsin. Siz bayramga to'yona qildingiz, bilasizmi? Endi BYD avtomashinasi aynan yurtboshimizni o'zlaridan bunday sovg'ani qabul qilib olish va kitob o'qib qabul qilib olish hammaga ham emas. Albatta, shunday. Endi bu tanlov doirasida taassurotlar ham juda ham ko'p, chunki bu tanlovda yutib prezidentimizning shaxsan o'zlari tomonidan BYD elektromobilini qabul qilib olish juda ham katta faxr tuyg'usini berdi menga. Bundan tashqari tanlovda asosan BYD avtomobil emas, asosan orttirgan do'stlarim, olgan bilimlarim o'sha elektromobilda ham ustunroq deb o'ylayman men uchun. Mana gap qayerda azizlar. Bu yerda o'sha kitob o'qib va mashina hayda emas. Siz ko'proq kitob o'qib va do'stlar orttirish yoriga ko'proq amal qilganga o'xshaysiz. O'zi nechta kitob o'qidingiz va qanday kitoblar o'qidingiz bu natijaga erishish uchun? To'g'risini aytsam, o'qigan kitoblarimni sanashni yoqtirmayman. Sanog'i yo'qmi? Lekin, sanog'i bor. Endi taxminan 600-700 atrofida kitob o'qiganman va Najib bo'la qoling. tanlovga tayyorlanish jarayonida bizga 50 ta kitoblar ro'yxati berilgan va 50 ta kitoblar ro'yxati asosida savol-javoblar, ular asosida mulohazalarimizni. Shu 50 tani ichidan chiqdimi aniq savollar? Albatta. 51-kitobdan chiqmadimi? Yo'q. Hammasi mana shu 50 ta. Endi menga juda ham qiziq Guloyim, Sarvinoz, Ja'far. Menga juda ham bitta narsa qiziq. Biz 50 ta kitob o'qiymizmi, 100 ta kitob o'qiymizmi? Xohlagan joyda, masalan, o'sha o'qib eshittirishda miya o'sha joyda qanaqa topadi? Xotira. Menga juda ham qiziq. Jasurdan eshitamiz, keyin sizlardan. Birinchi navbatda o'sha kitobdagi o'sha joyini eslab qolish uchun qayta takrorlash va o'sha narsaga asarni chuqur o'qish va tushunib o'qish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda. Shunday. Guloyim, nima deysiz shu fikrga? Albatta, bugungi kunda bolalar o'zgacha. Bugungi kun bolalari kechagi kun bolalari emas. Aynan emas. To'g'ri. Aynan O'zbekiston bolalar tashkiloti tomonidan Kitobxon Kids tanlovi tashkil etilyapti. Mana hozir respublika bosqichi bo'lishiga yaqin, xudo xohlasa. Va aynan shu tanlovga sizni ham xudo xohlasa taklif qilamiz. Hayratda qolasiz bolalarni ko'rib. Bu 2 yosh toifasida bo'ladi, ya'ni 7-10 yosh toifasidagi bolalarni ko'rsangiz, ularning tezkor savol-javoblar topishi va kitoblarni ochib, hakamlar hay'ati bilan yo'q, unaqa emas, mana tortishib qo'yishadi. Tortishib qo'yishadi. Shu bolani bu kitobida mana 32-varroda bunaqa deyilmagan, bunaqa deyilgan deb isbot qilib berishadi ular. Hakamlar hay'ati sifatida o'tirgan paytimizda hayratda qolganmiz va xursand bo'lganmiz. Bu bizning ertangi kelajagimiz va biz mana kimlarga topshiryapmiz ertangi kunimizni. Bu haqiqatan xursand qiladi. Bugungi kun bolalarning shijoati, bilimi, aqli juda ham bir yuqori saviyada. Shu o'rinda Guloyim, birato'la shu o'zingiz javob berganingiz tashkilot haqida, bolalar tashkiloti haqida va bu tashkilot 2024-yil yurtboshimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan va bugungi kun faoliyati haqida ham qisqacha gapirib o'tsangiz. Xuddi shunday, to'g'ri aytdingiz. Aynan O'zbekiston bolalar tashkiloti 2024-yili 16-aprel kuni davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan tashkilot va bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 8892 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa va bu mahallalarda 80 mingdan ortiq sardorimiz bor. O'zbekiston bolalar tashkilotida, demak, Ja'farga o'xshagan, Sarvinozga o'xshagan, Jasurbekka o'xshagan shunaqa shijoatli, bilimli, tashabbuskor sardorlarimiz o'z faoliyatini yuritmoqda. O'zbekiston bolalar tashkiloti bugungi kunda aynan
ko'plab loyihalar qilyapti bolalar uchun. Mana yoshlar oyligi boshlanyapti. Yoshlar oyligi doirasida tashabbuslar marafoni tashkil etilyapti Yoshlar ishlari agentligi tomonidan va aynan shu tashabbuslar marafonida yozni bolalar tashkiloti bilan dasturi ishlab chiqilgan biz tomonimizdan, ya'ni bunda bolalar har xil sohada o'zlarini sinashadi. Kubik, Rubik deysizmi, Braille, Lego loyihalar taqdimoti bo'ladi. Respublika sardorlarimizdan bolalar uchun maxsus o'quv seminarlar tashkil etiladi va bu bolalar uchun bolalarning yanada bilimli bo'lishi uchun yaxshi rivojlanishi uchun bu o'zining katta bir ko'magini qo'shadi. Mana respublika sardorlarimiz bir oy davomida O'zbekistondagi 14 ta hududga sayohat qiladi. Va bolalarning o'zini tengdoshlarini o'zlarining maxsus seminar o'quv dasturlari bilan bular o'qitishadi, turli tanlovlarda haykamlik qilishadi bolalarimiz. Jafar endi bunaqa guloyim endi. To'g'ri. O'zlaridan so'ray issig'ida bunaqa mo'ltillab turishiga qaraganda bu liderlarimizda Jafar, Sarvinoz, bu sardorlar liderlar. Ularning mashaqqati o'ziga yarasha, yutug'i o'ziga yarashada. Mashaqqatingiz bilan yutug'ingizdagi yo'lda nimalarga ko'proq duchor bo'lasiz, marhamat? Mashaqqatimiz aslida Mashaqqati nimada, liderlikni? Liderlikning mashaqqati juda ham ko'p aslida. Ya'ni siz butun jamoani o'zingizni orqangizdan ergashtirishingiz kerak va ularga fikringizni o'tkaza olishingiz kerak, aytganingizni qildira olishingiz kerak. Aynan mana shu liderlikni biroz mashaqqati, lekin bu narsani ham eplab ketsa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bugungi kuni bolalariga qanchalik aytgan qildirish mumkin, Jafarbek? Nima deb aldaysiz ularni? Yo'q, biz aldamaymiz ularni. Biz ularga to'g'ri yo'lni tushuntiramiz. Aynan mana shu narsani qilsang, bunaqa foyda beradi degan maqsadda aytamiz va ular juda ham yaxshi tushunishadi. Sarvinoz, sizchi, sizni metodingiz qanaqa? Liderlik yo'lida. Aynan Ibrat farzandlar yo'nalishi bo'yicha sardorlarimiz juda ham aqlli. Xoh 12 yosh deysizmi, 13 yosh deysizmi, ularda IELTS xalqaro imtihondan sertifikatlar bor. Ularning fikrini bir yerga jamlab, bitta yoqadan bosh chiqarish biroz qiyin bo'ladi, lekin uni bitta eng kuchli tomoni do'stlar orttirish, yanada yangi fikrlarda bir-biri bilan o'quvchilar, bolalar almashyapti. O'sha eng kuchli tomon deb o'ylayman. Albatta. Va o'sha do'sti juda ko'p narsaga bog'liq deb o'ylayman-da. Bolani do'sti qanaqa yo'lda yursa, tortsa, shu yonidagi do'stini ham shunga ergashtira oladi. Men o'ylayman, bilimli bolalar baribir xohlaymizmi yo'qmi, o'sha do'stiga qarab, men ham shunaqa darajaga yetaman. Yaxshigina sog'lom raqobat ham bor deb u yerda. To'g'rimi? Jasurbek, nima deysiz fikrimga? Kitobxonlar orasida sog'lom raqobat qanaqa bo'ldi? Albatta, endi biz albatta tanlovda raqobat bo'ladi. Tanlovda bir-birimizga baribir shunday hamma kitobxonlar ham kuchli, hamma kitobxonlar barcha kitoblarni juda ham yaxshi o'qigan, uqqan. Ular bilan raqobat qilish albatta biroz qiyin bo'ldi. Ular bilan bahslashish, ular bilan munozara qilish albatta biroz og'irroq bo'ldi-yu, lekin kimdir xafa bo'ladi, kimdir yutug'ingizdan xursand bo'ladi, to'g'rimi? Albatta shunday, lekin baribir kitobxonlar davrasi boshqada. Misol uchun biz bilmaganlarimiz ulardan o'rgandik, bilganlarimizni o'rgatdik va shu tariqada bizda kitobxonlik muhiti kelib chiqdi. Va o'sha muhit mana shu darajaga yetib kelishimga ham yordam bergan. Menga eng qiziq ota-onangizni quvonchi. Birinchi bo'lib o'sha sizni familiyangiz o'qib eshitirilayotgandagi hayajon. Ota-onangiz nima deydi? Ularning ko'zlaridagi quvonch. O'sha farzandi har bitta ichidan o'tgan gapi bo'ladi-ku, uddaladim deydi-ku. Shunaqa narsa o'tdimi? Shunday, o'zi tanlovga kirib kelishimga, tanlovga tayyorlanishimga asosiy sababchi bo'lgan inson dadam bo'ladilar. Va tanlov jarayonida dadam har doim meni qo'llab-quvvatlab turib, o'g'lim senga ishonaman deb qo'llab-quvvatlab turdilar. Albatta menga juda kuchli motivatsiya berdi va oxirida mana shu tanlovda g'olib bo'lishimga ham ushbu motivatsiyalar sababchi bo'ldi va g'olib bo'lgandan so'ng dadamning ko'zlaridagi ko'rgan quvonchni, faxr hissini, g'urur hissini ko'rib, to'g'risi o'zimga juda kuchli motivatsiya oldim. Necha yoshda erishdingiz mana shu ko'zdagi quvonchni ko'rishga? Necha yoshda erishdingiz? 17 yoshda. 17 yoshda. Bizni dasturimiz oila vaqti, istaymizmi, yo'qmi, har bitta tarbiyani negizi oiladan boshlanadi. Mana shu har biringiz o'tirgan insonlar oilasi o'sha tuppalagi toza deydi-ku, o'sha ota-onasi to'g'ri yo'naltira olgan farzandsizlarda. Ota-onangiz ko'proq eng birinchi o'gitlari qaysi va qaysi kitobni o'qishni ko'proq tavsiya qilishgan? Ota-onam albatta yoshligimdan kitob o'qishga qiziqtirishgan. O'zimning opam ham yosh kitobxon tanlovida qatnashgan. Oilaviy kitobxonmiz. Bobom shoirlar. Albatta shoirmi bobongiz? Bobom shoirlar. Ism familiyalarini aytib o'ting. Abdug'affor Shodmonqulov Yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Mana aytdim-ku. Ustozoda ekanlar-da. Albatta ota-onam dastlab menga kitob o'qib kelib berishgan. Birinchi eslayman, Xudoybek To'xtaboyevning Sarx deb nomlanib kitobini yoshligimda
10 yoshimda olib kelib berishgandi. O'sha kitobdan boshlaganman kitob o'qishni. O'shanda kitob o'qishga qiziqqanman, kitob o'qishga kirganman, mana shu tanlovlarga qiziqib, hozirda ushbu tanlovni respublika bosqichiga olib bo'lganman. Albatta. Ofarin sizga. To'g'risi havasdaman. Faqat havas ketidan hasadam bor, lekin havas faqat. Guloyim, bolalar tashkiloti haqida gaplashdik. Oldinda mana ta'til turibdi. Bolalar uchun, aynan ularni yanada birlashtirish uchun qanaqa bir tashkilotlar amalga oshirilayotgan ishlar bor. Mana shu ishlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Yozni bolalar bilan dasturi amalga oshiriladi 90 kun davomida, ya'ni bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish asosiy bizning maqsadimiz. Mana bugun kelishdi o'zi 3tasini hozir kutib oldim ko'rsatuvdan oldin. Bular bolalar anjumaniga borib kelishdi. Bo'stonliq tumaniga. Tog'dan kelyapsizlar. Ha, tog'dan kelyapti bular. Bolalar anjumani bo'lib o'tdi. Bolalar anjumani bo'lib o'tdi. Bolalar anjumanida bular yugurish marafoni deysizmi, o'quv seminarlari deysizmi, bolalar uchun qiziqarli interaktiv zakovat o'yinlari, hamma narsani tashkil etib, mana bugun kelishdi bular. Xudo xolasa bularni o'qitildi. Mana endi bular hududlarga chiqadi va hududlarga chiqib o'zini tengdoshlariga yur, zakovatga qiziqasanmi? Unda ketdik. Aynan bu sen uchun. Yur, debat qilamizmi? Munozaraga boramizmi? Birga. Birlashtiradi bolalarni. Sardori ko'rik tanlovda ishtirok etasanmi? Yur, hammamiz birga qilamiz degan shior o'z oldiga oladi. Vatan bizni shiorimiz asosiy vatan do'stlik va baxtli bolalik uchun aynan shu shior bilan birgalikda sardorlarimiz yordamida xudo xolasa 90 kunni yozda bolalar uchun mazmunli, foydali qilib o'tkazishga harakat qilyapmiz. Kitobxon Kids tanlovimizning respublika bosqichi mana yaqin kunlarda start oladi va tashabbuslar marafoni doirasida Kubik Rubik tanlovlarimiz, shuning bilan birgalikda Braille logo taqdimotlari, respublika sardorlar saylovimizning o'quv seminarlari va shu bilan birgalikda mana hozir Bek va Lola multfilmini birgalikda ko'rdik. Shuni taqdimotlarini qilamiz tashkilotimiz bilan birgalikda. Aynan hammasi bolalar uchun. Aytishadi-ku, bolalar uchun oliy baxt bu qimmatbaho o'yinchoqlar emas. Aslida bu uyda ota-onaning janjallashmayotgani va ota-onaning mehri, e'tibori o'zi aslida va biz o'ylaymizki, bugungi kun bolalarning har biri o'zi umuman bola baxtli bo'lishga har doim ham haqli. Ularni fikrlarini eshitishimiz kerak. Eng quvonadigan holati ota-onani unga ajratgan vaqti ekan. To'g'ri. Birozgina shug'ullansak qanaqa xursand bo'lishadi. Lekin menga juda ham qiziqdi. Mana hozir Sarvinoz, Jafar, Jasur, ayni qanaqa yoshdasiz? Ayni gadjetlar bilan vaqt o'tkazadigan yoshda endi bo'ladi-ku. Mana endi sizlar uchun ham dam olish-ku. Dam olishga chiqdingiz. O'zingiz uchun dam olmaysizmi? Gadjetlarni olib, divanda o'tirib, qani nima bo'pti? Bo'ladi-ku shunaqa holat. Hech shunaqa holat bo'lmaganmi sizda? To'g'ri, bo'ldi. Vaqt ajratadigan vaqt bo'ladi-ku gadjetga ham. Albatta, ijtimoiy aynan biz hozir shu texnologiyalar rivojlangan paytda yashayapmiz va ijtimoiy tarmoqlarda har bittamiz o'zimiz sahifamizni olib boramiz. Ya'ni qilayotgan ishlarimizni butun O'zbekiston Respublikasidagi yoshlarga ko'rsatib boramiz. Bu narsa namuna bo'ladi. Ya'ni qarang, Jafar mana shunaqa yutuqlarga erishayotgan ekan, men ham harakat qilsam bo'ladi. Hattoki yozishadi, qanaqa qilib men bu tanlovga qatnashsam bo'ladi, qanaqa qilib ariza topshirsam bo'ladi. Har bittasiga o'tirib, bittalab javob berib, yo'nalish ko'rsatib boraman. Qoyillik, ijtimoiy tarmoqlarda ham bular bolalar yo o'shani aytaman, o'zini o'ylamaydigan haqiqiy lider Sarvinoz. Liderlarni kimga ko'proq havas qilasiz, kimlardan ko'proq o'rnak olasiz va qaysi insonga o'xshashni xohlaysiz? Yoshligimda eng o'rnak bo'ladigan insonlar sifatida o'zimni ota-onamni deb bilganman. Chunki 15 yoshda ayolsan 7,5 SATdan 1420 olishimda ota-onamning hissasi katta. Chunki oyimlar oliy toifali ingliz tilida o'qituvchisi, dadamlar murabbiy bo'lgan. Oilamizning muhiti shunday bo'lgan. Ya'ni role model sifatida biz avvalambor ota-onamizdan o'rnak olishimiz kerak deb o'ylayman. Keyinchalik biz qatnashayotgan loyihalarda, summit konferensiyalarda katta rahbarlarni ko'rib, ularga havas ortdi, shu natijalargacha yetib keldik. Ofarin, Sarvinoz opa kerak emasmi? Chin dildan havas qildim har biringizga. Guloyim, Jafar, Sarvinoz, Jasur. Bugun bayram, mana chin dildan havas qilib o'tiribman hozir sizlarga. Farzandlarim, 2 o'g'lim bor, sizlarga o'xshasin. Har bir xonadonning farzandi shunaqa ilmli, ziyoli bo'lsin, ko'p tillarni bilishsin, kitobxon bo'lsin, ota-onasiga mashina sovg'a qilsin, ha Jasur. Qani davom ettiring bayram tilaklaringiz bolajonlar uchun. Albatta bugungi bayram bilan, bugungi kun bilan O'zbekistondagi barcha bolalarni tabriklab qolaman. Ularga mazmunli umr va o'sha vatanimizga xizmat qiladigan, kitobxon, ko'p tillarni biladigan avlod bo'lib yetishishini tilab qolaman. Rahmat, Jafar.
Hurmatli bolajonlar, Gapiravering. Ana 4-kamera sizga. bugungi bayramlaringiz bilan tabriklayman. Sizlar hali kichkina yoshdasizlar, lekin prezidentimiz aytadilar-da, biz aytamiz, yoshlar kelajagimiz bunyodkori deymiz, to'g'rimi? Albatta. Lekin aslida o'sha kelajakni emas, biz hozirgi kunni ham quryapmiz aslida. Yoshlarga bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Ularning kelajakdagi faoliyatiga omad va zafarlar tilaymiz. Iloyim, qisqa va lo'nda lekin albatta bolalar kulgusi, beg'ubor kulgusi bu dunyoni qutqaradi, eng oliy kuchlardan biri va shu o'rinda bugungi bayram bilan bolalarni tabriklayman va ota-onalarga qisqa tilagim bor va eslatma, bolalarni har doim tinglang, uni fikri bilan har doim uni fikrini tinglab, uning xohishlarini, istaklarini ro'yobga chiqarishga har doim yordam bering deb qolmoqchiman. eng zo'r maslahat bo'ldi. Marhamat. Avvalambor bolalarni bugungi 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan tabriklayman. Sizni ishingizda, o'qishingizda, faoliyatingizda omad va zafarlar tilayman. Biz orzu qilamiz, harakat qilamiz va vatanimiz kelajagi uchun biz o'z hissamizni qo'sha olamiz. Siz buni uddalaysiz, biz sizga ishonamiz. Albatta, kelajagimiz azizlar mana shunaqa ishonchli, zabardast qo'llarda. Biz ishonamiz. Hali dunyoda Jasur siz ham, Jafar siz ham bayrog'imizni ko'tarib, jahonda o'sha nima deydi, birinchi bo'lib tamal toshini qo'ygan, bayroqni butun dunyoga tanitgan yoshlardan biri bo'lasiz. To'g'rimi Guloyim? Sarminoz siz ham liderlar qatorida bo'lamiz. Endi bayramdek bo'lishi kerak. Bizga nima yetishmayapti? Istiqlol bolalar raqs ansambl yetishmayapti. Marhamat, sizlar bilan maza qilib birgalikda raqsga tushamiz bolajonlar bilan. Undan keyin esa hammamiz oshxonaga shirinlik yeyishga boramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Ketdik. xonadoningizda mana shunaqa bolajonlarning kulgusi yayrab tursa, qani mehmonlar hammamiz endi shirinlik yeyishga ketdik. Bayram muborak bo'lsin azizlar. Ertaga soat 11:00 da oila vaqti dasturini ko'rishni unutmang. Biz esa maza qilib nima qilamiz? Shirinlik yeymiz. Marhamat. Kelinglar mehmonlar.